Assalomu alaykum hammaga. Bu bemorimiz Gullandan kelibsiz, ha? Hava. Navariklar bilan kelibsiz? Shu pochka. Pochka og'rig'i bilan kelibsiz, ha? Bir to'shada bor dedingiz, to'shada. Pochkada og'riq, bir to'shada bo'ladi dedingiz. Ko'pdan beri bormi og'rig'ingiz? 10 yilga yaqinlashdi. 10 yildan beri bir to'shcha og'riqni ko'rib, boshqa yeringizda og'riq yo'q. Yo'q. Doktorlara borib davolanib, ukullar olib, boshqa qilib ko'rdingizmi? Yilda bir marta davolanaman. Va yana ketmaydi. Ha, og'riq o'tmaydi, ha? O'tmaydi. Sagina 1-2 kun yetadidan Tashxisini olib chiqarib berdilar sizga. shamollash deb. Shamollash deb chiqarib berdilar. Biza nima deb chiqarib berdik bu yerda? Shamollash dedikmi u yerda? Shamollashmasa-da. Nerv tomonlar qisilgan esa qolib turadi. Xudo xolasa bugun nechanchi seansingiz? Ikkinchi seans. Ikkinchi seansiz, ha? O'zgarish nechta bo'ldi ikkinchi seansda? O'zgarish 80% dan o'tdi. O'sha ikkinchi seansda 80%. Xudo xolasa yana bir ikki seansda 100% bo'ladi. Bilan shifo Allohdan, qolaversa biz bir sababchimiz. Ixlos bilan kelgan ekansiz, ixlos xolos edi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.